Assalomu alaykum, sizlar bilan muhim kanal. 2027-yildan boshlab san'atkorlardan daromad solig'i majburiy undiriladi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. 2027-yildan boshlab san'atkorlardan daromad solig'i majburiy tarzda undiriladi. Bu haqda bugun 1-aprel kuni OAKda o'tkazilgan matbuot anjumanida Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev so'z ochdi. Uning bildirishicha, bugungi kunda ko'plab san'atkorlar daromad solig'i to'lamayapti. Shu sababdan hozirda soliq undirish bo'yicha mexanizm ishlab chiqilmoqda. Amaldagi tartib bo'yicha ular deklaratsiya to'ldirishi, daromadlarini ko'rsatishi kerak va shu asosda soliqqa tortilishi zarur. Endi tan olishimiz kerak, haqiqatdan juda ko'pchilik san'atkorlarimiz bunga rioya qilmayapti. O'z daromadlarini to'liq deklaratsiya qilmayapti va shu daromadlardan soliqlar undirilmayapti. Hozir xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashish doirasida qaror loyihasini tayyorlayapmiz, deydi Mubin Mirzayev. Mirzayevga ko'ra 2025-yil, 2026-yillarda daromadlar deklaratsiyasini to'g'rilab topshirish bo'yicha imkoniyat beriladi va bu davrda ular jazolanmaydi. 2027-yil 1-yanvardan boshlab esa agar ular o'zlarining daromadlarini to'liq ko'rsatmasa yoki soliqlardan qochish bo'lsa, ularga nisbatan soliq nazorat tekshiruvlari o'tkazilib, soliq hisoblab undiriladi. 2027-yil 1-yanvardan boshlab birorta san'atkor jismoniy shaxslar o'zlarining daromadlarini deklaratsiya qilmasligini yoki soliqdan qochishini imkoni bo'lmaydi, deydi Mirzayev. Bildirilishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 18 milliondan ortiq daromadga ega soliq to'lovchi bor. Shuningdek, hozirda mamlakatda to'lanmagan faol soliq qarzdorligi 8,5 trillion so'mga teng. Eslatib o'tamiz, avvalroq Mubin Mirzayev mazkur matbuot anjumanida Xitoyga tegishli bo'lgan Temu Marketplace O'zbekistonga taxminan 46 milliard so'm miqdorda soliq to'lamaganini aytgan edi.